menga qara. Qurilishni nima qildinglar? Tugatib bo'ldinglarmi? Ha, bugun tugaydi, oxirgi qavatga ko'tariladi. Agar oxirgi qavatda ish tugagan bo'lsa, yana bir qavat qo'shib yuborlaring. Xo'p, uni hujjati-chi? Voy, hujjati bilan sani ishing bo'lmasa, men o'zim hal qilaman qolganini. Xuddi shunga o'xshash holat Toshkent shahri Mirobod tumani Oltinko'l mahallasi hududida qayd etildi. Yana ham aniqrog'i, Toshkent shahar qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan o'tkazilgan nazorat tadbirida Oltinko'l mahallasi hududida qurilayotgan noturar joy binosida qurilish obyektida texnika xavfsizligi qoidalariga amal qilinmayotganligi, obyektda qurilish chiqindilari bartaraf qilinmagani, bino tom qismiga loyihadan chetga chiqqan holda o'zboshimchalik bilan noqonuniy qurilma qurilgani kabi holatlar aniqlangan. Qurilish obyektlarini monitoring qilish jarayonida Oltinko'l MFI'da joylashgan 3 qavatli noturar binoning 4-qavatiga o'zboshimchalik bilan qurilish qilgani aniqlangan. Bunga inspeksiya tomonidan bajarish majburiy yozma ko'rsatmalar berilgan va bugungi kunda bu ish inspeksiya tomonidan bizning ishlar amalga oshirilyapti. Ko'p mablag', katta mehnat sarflagan ishlaringiz muammolar qurshovida qolishini, bosh og'riqqa aylanishini istamasangiz, qonun qoidalariga qat'iy amal qilishni odat qiling.